Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan Abdulloh Pabek. Bugun yangi video qo'yiladi. Bugun OpenCase'da o'ta jinnisi bo'ladi. Shutda davomi bo'ladi. Yana 3-qismi bo'lyapti shundan. Ili Mif Force anaqa chegirmasidan, skidkasidan foydalangan holatda zo'r Mif kiyimlarni olyapti. Undan avval kommentariyani yozib qo'ygan odamni g'olibni aniqlaymiz. 60 UC qo'yilgan edi, endi bu videoga ham qo'yiladi. Mana bu video silkasini olamiz, eng oxirgi videomiz. Mana 3 keldi Doniyor Abduram. Joyda UC solib qo'yiladi. Ertalab turib qarasanglar oshcha UC bo'ladi. Masayu tekin. Hamma yozib qo'ysin ID'sini bir qator. Mana shu yerga atalabdan 60 UC qoldirib qo'yganman, olib unga tashab beraman. Shunday kod qo'yaman, ujuna ketdi start uje. Endi bulduropni ko'p tushuntirishimiz kerak bu UC'ni, chunki UC hozir qimmat, bulduropda esa arzon. Pul chiqarishda, pul solishda o'rgatib qo'yapman. Ko'pchilik so'rayapti, o'rganlar mayli toshaq turarsiz. Mana 1,5 mingdan boshlanadi mana shu yerga. Xohlagan summangiz, o'zingizda bor summangiz oxirgi pulingiz bilan qarzga o'ynamanglar buni. Prosta tak Abdulloh PUBGdan Abdulloh deb promokod ochsanglar, 100 ming pulinglarga 20 ming qo'shib beradi. Bu prosta o'zingizlar xohishinglar bu. Majburlash yo'q. Masalan bu yerga chiqargan bulcoinlarni shu yerga yozsanglar, UC'ni narxini ko'rsatadi. 3000 UC deylik. 3000 UCga 2,5 ming UC bor tashlaydi. Endi yana 22 ming. Fraun kelishini kutyapmiz, fraun to'playmiz. Hozirdan 22 mingni pashti 25 mingcha qilib turib, UC olib qo'ymoqchimiz. Necha 3,5 ming, 4 ming, uzog'i yoki 5 ming UC olamiz shu yerdan. Maqsad shu, maqsad bilan kiringlar, maqsad bilan chiqinglar. Keyin profilga o'tsanglar, Telegram silkam bor, Telegramga o'tinglar. Telegramda har kuni yuzli lobbilar bo'lyapti, keyin har xil anaqa promokodlar bo'lyapti. Ili nima kerak bo'lsa, nima xizmat bo'lsa shunaqa yozib beradigan adminlar ham qo'yib qo'ydik. Hammasi hozirdan unaqa hech qanaqa mashqa allab ketishlik yo'q bizda. Xo'p, 10 tali yotamiz. 10 mingtaga. Endi katta risk qilib ko'ramiz. Biz ham tushmay qolsa minus yesak bo'lmaydi. Yaxshi ultimate berib tursa shu yaxshiroq. 10 ming oldik, ketdi, mana 6 ming tushirdik, ko'ryapsizlar. Zarar beradi. Bitta bersa zo'r beradi bu. Yana 10 taligimiz mishk. Ultimate yaxshi. Lekin yana pulimiz qoplanmadi. Lekin bu kes karamelkani to'plab beradi. Karamelkani vashsh oshirib beradi. Xudo xolasa biz karamelkada top igroklar ichida eng yaxshilardan 5-o'rinda turibmiz. Ishonmasanglar ko'rsanglar bo'ladi, karamelkaga kirasizlar, pastda 20 talik. Top 20 talikda 5-o'rinda biz turibmiz. Telegramda hammasini maslahatlashib ko'rib, birga topga chiqyapti. Top 1da olamiz, xudo xolasa. Ashi xil PUBGdan. Xo'p, hozir ancha zarardamiz. Lekin ko'tarishga harakat qilamiz. Shunaqa kasbga berib qo'ysa juda yomonda. Lekin hozir bizga foyda bo'ldi. Lekin hozir uni sotmayapman. Hali anaqa nimamda turibdi, shopimda turibdi, sotmadim. Endi sotishga majbur bo'lamiz, chunki 214 ta qoldi. Bitta to'ttalik bu mayda yaxshi, mayda keyslar ham. Zo'r beradi miflarni. Bittalik otib, nima qilib ko'rsatib. Ko'ryapsizlar. Chunki meni hozir ichkarida qolgani uchun menga belgisi kelmayapti. Agar ichkarida yo'q bo'lib ozgina yuzaga yotsam, bemalol tusharadi. Tovuq kalla. Eng yomon ko'rgan narsam mana shu tovuq kalla bo'ladi. Hozir OpenCase'da jinnisi bo'ladi. Hozir kichik pul ko'paytirib olaylik, yuzi ko'paytirib olaylik. Reski OpenCase'da o'ta jinnisi bo'ladi. Ko'ngil sezyapti. 17 ming bo'ldi ko'rgan bo'lsanglar. O'zimizda pashti 22 metrda zarar. Lekin karamelkani karamelkadan ko'proq olish kerak. Yuz ko'paytirib olish uchun risk qilib ko'ramiz. 15 minglik. 15 minglik o'zi yaxshigina UC beradi. Bu o'yinni qo'rqmash kerak. Qo'rqib, siz minusga ketaverasiz ekan. Qo'rqmasdan bossanglar, minusga ham kam kirasizlar. 2 mingta ketdi. Keyin shunaqa xizmatlar bor. Telegramdan yozsanglar, pulimga aylantirib beraman, pulimga beraman, pul aylantirib bering degan savollar rosa ko'p bo'lyapti.
pul bersanglar 50 deb bu o'ylab anaqa qilinglar deyapman. Agarda pullar yetishmasanglar o'ynab ko'ramiz. Keyinchalik agarda slivka borsam tushib qo'ysa, sizlarga 1-2 haftada shunaqa foydalarni 100 sekin qoplab berishga harakat qilaman. 10 mingtaga risk. 25 mingta bo'lsa ham 100 ga boraverardim. Hozircha 22 ming turibdi. 12 ming, 3 ming foyda bo'ldi pashti. 13 ming yaxshi beryapti shu. O'zimizga 2 ming plus karamelkani hozir ko'payib qoldi, karamelka. Bu past to'ldi уже. Karamelka 41 ming bo'ldi. O'rtadagini tanlab ko'ramiz. 4 mingta ham o'ta zo'r berdi. Mana hozir 33 talik shu yerda уже hozir kirib qarasanglar уже 10 talikdan o'tgan bo'lamiz, xudo xolisa. Men shunga harakat qilaman bu video tugagandan keyin. Katta risk 10 mingga. Hisoblab ko'rsanglar 10 mingga necha yuz beradi aytdim. 8 ming 100 dan oshadi har holda. 6 mingta. Xo'p, yaxshi beryapti hozircha. Zarar qilib turib oxirida bitta bang beradi. Shunda biz foydamizni ham chiqarib olamiz, 100 mingimizni ham chiqarib olamiz. Xo'p. 8 mingta. Hozir bizda 15 mingta bo'ldi. Yana 10 mingta ketdi. Yana 5 mingta zarar. Shunaqa bo'ladi. Agar hozir men prosta topga o'ynayapman, sizlar 100 ga o'ynayman desanglar, foyda qilishlar ehtimol katta. Men hozir topga o'ynaganim uchun ko'pini yeb qo'yapman. Chunki faqat karamelka aylantiryapman. Karamelkani beradigan ruletka aylantiryapman. Shuning uchun menga ozgina beradi. Agarda boshqa ruletkalarda ham alishtirib nimani ko'paytira olaman, lekin karamelkani tangasini ko'paytira olmayman. Shu mana shu qorbobo ko'proq beryapti hozircha. Короче, bolalarcha videoda o'tkazib yubordim, chunki uzoq o'tib ketdan 16 mingta foydaga qolib oldim. 16 mingdan endi 3 mingtaga 3 ming yoki 3,5 ming olamiz. Chunki hozir 3 mingga ham ancha-muncha to'yib ketyapti hozir. Shuni 600 qilsak. Хорошо. Bo'ldi, sayafga tashlab qo'ydik. Mana 3180 ming. Va bolalarni 2 soatdan keyin уже tushdi. Men shu joydan kesib qo'yib yuborardim. O'sha mana 3000 sayafga keldi, 3180. Tezda endi buni o'zimizni profilimizga, PUBG akkauntimizga tushirib olamiz. Yoki OpenCase jinnisini qilamiz. O'sha mana birinchisi tushdi 1800. Shunaqa qilib tezda anaqa qilasizlar. OpenCase'larni tezda olishlari mumkin shu yerdan olib. Prям вот yusi u bo'lmaydi, tirsiz olatda qo'yiladi. Piramid. O'sha mana 6 soatni tekshirib ko'ramiz. 2400. Hop, yana 2400 qilamiz. Mana 2400 qilamiz. Bo'ldi уже. Tamam. Chunki tushdi. Undan avval mana shu yerda biz уже 12 mingtalik yusiga keldik. Bir paytlar o'ylab yurardim. Ana 2400 ham tushdi, yaxshi ama. Bir paytlar o'ylab yurardim, shunaqa shuni ola olmaymanmikin degan xayollar bo'lardi. Xolisini yetkizyapti. Shu totamiz birinchi bo'lib to'g'ri. Menga kiyimi kerak, keyin yuyim kerak. Angel caught me short. Angel caught me. UMP'ni berib to'g'ri shunaqa narsalar beryapti, ishonmayapman-da. Tush ko'ryapmanmi deyman, hozir o'ynab ko'rib. Hozir qanaqadir reaksiya ham berolmayman shunga. Qaytadan so'mkasini ham beraverdi hatto. Skarni berib UMP beraverdi hozir. Voy, qaranglar UMP'larga full yashiga ham hatto buni. Voy billa, gap yo'q ekan. OpenCase уже boshlanyapti.
katta RP tezda olamiz, ertaga chunki UC keladi. O'sha bu video kecha qildim, bugun qo'yaman RP kelgan kuni. O'sha Mystic Forge'ga tezda o'tamiz. Mystic Forge'dan hozir tanlayapman. Mystic Forge qaysi kiyimni olsam ekan deb. Chicha bostiramiz o'yinchi. Chunki bular ham o'tgan spa ko'rganinglarda yaxshigina kiyim olganmiz shu joydan. Hop. Pandani tushirolmayapman. Panda tushib qolsa men juda xursand bo'lardim, chunki men mushugim bor. Bu mushukdan to'g'risi kichkina zerikib ketdim. Yo, o'sha bu bermaydi. Mana qaranglar sizlar, voy vali yashigan borda buni. Yo'q. Hozir keyin boshqa videolarimda rasm o'ynamam ko'rsataman, agarda qiziq bo'lsa, kommentariyaga yozib boringlar, ID'lar bilan yushi solamiz. Plus o'yinni ham ko'ramiz desanglar, davay. Men tashlab qo'yaveraman. O'yinni o'ynab ekran zapis qilib qo'yaveraman. Yaxshi bitta. Yo'q. Keyin men qarang 2x beraman deyapti. Shu joyini ko'pchilik tushunmayapti. Hozir 2x tushadi. Garantman. Bundan keyingisi ekan. Ko'rasizmi, 39 bo'lib qoldi. Ikkita beramiz deb qo'ygan. Vajib xiyat qilsa bo'ladi. Ikkita beryapti. Shu ama o'ta zo'r beryapti. Tezda olish kerak, bu narsadan foydalanib qolish kerak. UC kerak bo'lsa, UC seriyasi ham bor bizda. Telegramdan yozinglar. Ko'pchilik Telegramga o'tib olsanglar, hozir hammasi Telegramda bo'lyapti. Hozir bu video ham birinchi olib Telegramda tashlanadi. Keyin UC'lar ko'paytiryapmiz Telegramda. Hamma narsa Telegramda bo'ladi. O'tinglar bolalar, gaplashamiz. Onlaynmi 24 soat tirs gap bo'ladi. Yaxshi beryapti. 18 ta qilib qo'ydik. 500 UC qoldi. Hozir voy bir ko'p narsa berdi lekin. Qaranglar 8 ta. Bu endi 8 taga nima olamiz? Kiyimlar ko'raylik, kiyimlar. Mana shu kiyimga qiziqyapman demang. Emotsiyasiga bu kiyim emas, emotsiyasiga. Yana qaysi kiyim bor? Mana bu ham bor, pistoletlar. Mana chiqaylik-da. Hozircha endi bundan bermasa demaydi, lekin shuncha 230 marta otdim, ishoninglar. Hatto skirotgan ham berib qo'ymadi-chi. Anaqandan. Garantani o'zi tushib qolmadi shitdanchi, shuncha harakat qilib bo'lsa. Hamma to'g'ri umuman tushmayapti panda. Pandaga ham qiziq qo'ydim. No mayli. Mana bu case India. 1200 bugun otib qo'ymayapmiz 1200. Mana shu 1200 ga ham otsalar neftkini berib qoladi, javob beraman. Har kuni 60 bo'lsa 10 dan otib qo'ysalar tushadi. Yay, billahi mif deb o'ylabman. Uni qizni boshida turibdi, ashi deb o'ylabman. Voy ballati. Endi buradan hech narsa tushunmaydi, javob beraman. Xo'p, endi mana Open Game'da oxirgisiga keldik. Bu oxirgisi nima? To'g'ri bilsanglar, hozir mini olamiz, qaysi birini olamiz? Ketdi. Qorakago. Ayna deydi. Mana mashi ham zo'r, lekin buni faqat romda qilasiz. No, plan deydi. Mana shuni olib qo'yaman. Tashqarida otib qo'yib turib o'zimizga kerilamiz kerakchi. Oldim, o'ylamaymiz-da. Hakamatdan zo'r narsalar bor edi. Hamma endi nima deymiz, ketdik, mashina oldik. Qo'yanlar arzimaydi to'g'risi. Qarang, 8 talik bitta ekanda, rosa o'ylashganda bo'laman 8 tani. Bu qaytamiz va olamiz. Bu endi editladi, ko'ringlar, editladi. Bir kuchga like bosishni esdan chiqarmanglar, iltimosga. Davay, go. Angel call me shorter. Angel call me.